Bugun sizlar bilan mana My Forex Futures Pro firmasidan pul yechishni ko'rib chiqamiz. Hozir mana ko'rib turibmiz, mana $2000 foyda. Balansimiz 50 millik shot. Mana 50 millik core plan. Brokerimiz Tradeweight. Minimum mana misol minimum 5 kun savdo bo'lishi kerak. Minimum 5 kun savdo qilingan bu yerda mana. Mana bu joyda 5 kun yulduzcha. Bu mana eng kam $250 withdrawal qilish mumkin deyapti. Bizda hozir mana $2063 ko'rishimiz mumkin. Mana kunlik savdolar bu yerda mana. Birinchi kuni 1174, ikkinchi kuni 117, uchinchi kuni 396, to'rtinchi kuni 200, beshinchi kuni $176 bo'lgan. Bu yerda mana isterolar chiqib turadi mana. Xo'p, endi payoutga o'tamiz. Mana bizda chiqarib beryapti. Mana must having 5 deyapti. Tasdiqlandi. Request payout. $981 chiqara olamiz ekan hozir. $981 50% chiqarish mumkin bo'ladi. 95 cent. Rice account. Gmail. Bizda mana o'zi tasdiqlandi. Bu eng My Forex Futures'da eng zo'r tomoni sразу pulingizni yechib beradi. Ko'rishimiz mumkin. Mana o'zi apparat pulingiz $785 o'sha Gmail'imizga ham SMS keldi, hozir ko'ramiz. Pul tasdiqlandi sразу mana. Payment send pending deyapti. Bizga tushadigan pul 80% $785 bo'lyapti. Mana ko'rib turibmiz, soat 9:16 da. Bizda mana hozir pul yetishga qo'yilgan vaqtda mana 9:16:45. Sekundlar ichida, 1 minut ichida o'sha pulimizni yetishdi jo'natib beryapti. Hozir ko'rishimiz mumkin. Hay Husanboy mana bu yerda yozib qo'ygan. Payout raqam $981, sening foydang $785.56. Xo'sh, endi bundan keyingisi mana tasdiqlandi, puling o'zi jo'natildi deyapti. Buni o'tamiz, Rice akkauntimizni ko'ramiz hozir. Ko'rishimiz mumkin mana. Ko'rib turibmiz mana My Forex-dan invite keldi deyapti, sizga deyapti mana. Sразу hozir buni tasdiqlaymiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Ustiga bosaman. My Forex Funded Futures'dan mana. Accept qilamiz, tasdiqlab
juda to'lov sistemasi MyForex Futures juda zo'r, juda tez bo'ladi, kuttirmaydi. Qolgan bir firmalar 2 kun ichida, maksimum 2 kun kutishi mumkin bo'ladi qolganlarida, ammo bunda unaqa emas. Bu yerda anaqa agreement qo'l qo'yib qo'yish kerak, undan keyin siz pulni chiqarib tashlaveradi. Get started. Soma G'ofurjon o'g'li, bu yerda shaxsiy ma'lumotlar va oxiriga qo'l qo'yib qo'yamiz. Bunday qilib bu joyiga mana bu holatda men qo'lim OK deb bosdim. Davom va menimcha tugadi. Rahmat, tasdiqlandi deyapti. Endi ortga qaytamiz va dashbordga o'tamiz. Xo'p, mana ko'rib turibmiz. Mana biz MyForex Futures'dan mana bu joy soat 9:00 argumentlar, rais dokument agreementlar to'ldirishimiz 9:20 da jo'natdik dokumentlarni tasdiqlangandan keyin bizga MyForex Futures'imiz soat 9:30 10 daqiqadan keyin pulimizni tashlaveryapti. Hop. Yura Husanboy, congratulations your payout deyapti. 80% $785. Mana bu holatda mana bizda rais hisobimiz mana pul kelib tushdi. $785. Hozir kelib tushgan joyini ko'rsataman. Mana bu holatda mana ko'rishimiz mumkin mana. 20 dekabr 785 Compound Futures'dan.